Assalomu alaykum. Bog'dorchilikka qiziqadigan aka-ukalar va opa-singillar. Bugun 2025-yil 13-oktyabr sanasi. Bugungi video chiqarishimizdan maqsad olmalarimizga erta bahordan qanday ximicheskiy dorilar sepganmiz va kuz oyida qanday ularni oziqlantiramiz uyquga ketishdan oldin. Shular haqida gaplashamiz. Biz olmalarimizni erta bahorda 60% gulga o'tirgandan keyin mana shu Nurel dorisini 3 gram olib 16 litr suvga qo'shib 50% Nurel dorisi 3 gram olib 15 litr suvga qo'shib bir marta dorilaganmiz. 60% gullab turganda olmalarimiz 100% gullab bo'lib gulini to'kkandan keyin mana shu Nurel dorisidan dozasini sal ko'paytirib 5 gramdan 15 litr suvga qo'shib sepganmiz. To avgust oyining 20-sanasigacha har 15 kundan 5 gram Nurel dorisini 15 litr suvga qo'shib sepdik. Natijada olmalarimizda deyarli qurt tushmadi. Juda ham zo'r bo'ldi. Effektni ham zo'r berdi. Deyarli 99% olmalarimiz sog'lom oldik. Mana hozir 13-oktyabr sanasi olmalarimizni qish oldi oziqlantirmoqchimiz. Biz olmalarimizni mevasini terib olganimizdan keyingina qish oldi oziqlantiramiz. Nega deganda, mana mevalarni terganimizdan keyin olmalarimiz tanasi dam oladi. Tanasi dam olgandan keyin biz ularga qishki ozuqasini berib, keyin bir marta sug'oramiz qish oldi. To bahorgacha boshqa suv ochmaymiz. Bir marta suv ochamiz endi. Bugun shuning uchun olmalarimizga qish oldi ozuqasini bermoqchimiz. Mana chelakchamizda 1,5 kilo olmopos bilan taxminan yana bir 1,5 kilochka kaliy solganmiz. Endi buni mana 4 tarafiga berib chiqamiz. Mana 4 tarafiga ham kaliy bilan olmoposni solib chiqdik. Endi biz to'proqqa ko'mib beramiz hamisha dorini. Effekti yaxshi bo'ladi. Hozir tomirga yetib borish yaxshi bo'ladi, lekin juda ham cho'nqir ko'lamaymiz. Uzumga ko'lagandek, tik mevalarga soyroq ko'laymiz. Faqat dori ko'milgidek bo'lsa bo'ldi. Mana 4 tala tomoniga ham beramiz. 1,5 kilo olmopos, 1,5 kilo kaliy soldik. Olmopos tanasiga kuch bo'lish uchun. Ko'p odamlar o'ylaydi faqat yerni yumshatish uchun deb. Yo'q, olmopos juda ham zo'r effekt beradi. Olmalarni sifatli bo'lib yetishiga yordam beradi. Yil bo'yi kuch berib turadi. Ko'p odam azot beradi. Azot ham bo'ladi. Faqat u qisqa vaqt kuch beradi. Olmopos bo'lsa yil bo'yi kuch beradi. Yil bo'yi oziqa berib turadi. Kaliyni bo'lsa erta bahor gullaganda gullarini uchirib yubormasdan tutishiga yordam berish uchun beramiz. Kaliy meva tuyishiga yaxshi yordam beradi. Shuning uchun erta kuz faslida solib qo'yamiz. Ko'p odam erta bahor gul davrida soladi. Biz kuz faslida solib qo'yamiz. Erta bahor bermaymiz. Shuning uchun har qanday dorini ham tuproqqa ko'mib bersangiz yaxshi effekt beradi. Natijasi yaxshi bo'ladi. Kim qanaqa qilib kuzgi dorisini beradi bilmadim, biz shunaqa qilib beramiz. Endi har kim o'zi bilganicha beradi. Biz shunday qilib beryapmiz, natijasi yaxshi bo'lyapti. Agar buni to'proq bilan bugun ko'mib chiqib, Xudo xohlasa mana shunday ko'mib chiqamiz. Xudo xohlasa ertaga suv ochib yuboramiz. Tuproqqa ko'mib bersa dorini yaxshi effekt
beradi. Mana shunaqa qilib ko'mib, ertaga ham yerini ko'mamiz, 4 tarafini ham ko'mib, ertaga suv ochib yuboramiz. So'nggi suvni beramiz, to erta bahorgacha boshqa suv bermaymiz. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz.